Hammaga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga travertin fasad narxlari haqida ma'lumot beramiz. Hozirgi uyimizni kartamera fason, ya'ni jemchug fason qilishgan. 10 yil garantiya bor. Bemalol suvga, yomg'irga, qorga chidaydigan fasad mahsuloti. Ko'rib turganingizdek, ramka qilib ichini trafaretlar urishgan ekan. Mana shu ishimiz nech puldanligini hozir videomiz davomida bilib olasizlar. Uyingizni haligacha fasad qilmagan bo'lsangiz agar, albatta oxirigacha ko'ring. Sizlarga barcha ustalarning ishlari, narxlari, qanaqa mahsulot ketadi, hammasi haqida ma'lumot beramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyati va Tojikiston, Qirg'izistonga ham borib bemalol xizmat qilishar ekan. Shunday ekan, oxirigacha ko'ramiz. Albatta, ishlar haqida fikringizni kommentariyada albatta qoldiring do'stlar. Boshladik. Do'stlar, mana shu ishlarni qilgan usta Azimjon bo'ladilar. Azimjon. Assalomu alaykum aka. O'zingiz yaxshimi? Xudo xolasa navbatdagi obyektni bitkazdik. Shunaqami? Shunday aka. Ishimiz haqida o'zi bitta ma'lumot beramiz, narxlari hammasini aytamiz. Shunaqami? Xo'p aka. Xo'p, ana endi hozir nima ishlar qilganimiz birma-bir aytib chiqamiz zamonachilarga. Obunachilarga assalomu alaykum. Shahroz aka kanalida telefon qilishsa kelishtirib qilib beramiz. Xo'p, ishimiz kartamera fason qilib berganmiz, atachinta jemchi ko'rib. Chiroyli qilib shunday bitirib berganmiz. Hozir quyoshli joyda turibdi-ku bu. Quyosh pastdan tushsa buni ranglari o'chmaydimi? Yo'q, aka, hech narsa qilmaydi bunga. Quyoshga, suvga hech narsa qilmaydi. Mana shuni turaverdi. Bu kartamera fasoni nima uchun? Ana xaritaga o'xshagani uchun bo'lyaptimi? Shunday, aka. Endi 2025-yil yangi fasonimizni o'ylab chiqib o'zimiz chiroyli ana shunday qilib beryapmiz. O'sha aytganingizdek 10 yil garantiya. Shunday, aka, 10 yil garantiyasi bor. Suvga hech narsa qilmaydi, loy bo'lsa ham bemalol yuvilsak bo'ladi. Shunday, aka. Hozir polni hovli bo'lgan. Necha kvadrat bo'ldi bu? 350 kvadrat. 350 kvadrat. Mana bu tomonlari bilan bo'lgan ekan. Hovlining oldi qismlari xo'p, yomg'irga, qorga chidamli bo'ladi. Shunaqami? Usta bu 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Shunday aka, 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Hozir Tojikiston, Qirg'izistonga boraman deyapsiz, unda ham iloji bormi? Bor aka, ishlayapmiz. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham chiqib ishlayapmiz. Tojikistondan bizlarni ko'rayotganlar bo'lsa ham bemalol murojaat qilsak bo'ladi. Shunday. Pastda nomerlarni qoldiraman. Telegram, bizda WhatsApp hammasi bor, shunaqami? Bor aka, Telegram. Rasmlarni jo'natsak, katalogdan yuborib beramiz. Shunday. 2 etaj, 3 etaj farqi yo'q. Yo'q, farqi yo'q. Domgacha qilib yuboramiz. Domni ham qilib yuboramiz ekan. Sal orqaga o'tamiz. Operator bitta stalbani ko'rsataylik. Qarang, bu stalbani o'zi penaplex qilganmizmi yo o'zi bormidi? Ya bu Pukaydan bo'lgan aka, Penaplex-dan bo'lgan. Mana shuni o'zimiz yopishtirib, chiroyli dizayn travertin sepib, chiroyli qilib berganmiz. Ustiga jemchuklar urib. Bu nima edi? O'rtasi turbamidi? Shunday turib edi aka bu. Ya'ni stalbalaringiz shunaqa bo'lsa ham nimani qo'yib beramiz xullas. Penaplexni o'zingiz olib kelamizmi? Kim olib keladi? Penaplex studiyasi olib beradi aka buni. Biz yopishtirib berishimiz ichida bo'ladi aka. Bepul. Bepul. O'zim travertin sepib, mana shunday jemchuk urib, chiroyli qilib beramiz. Ana shu holatiga keltirib. Xullas, optik hovli necha kvadrat? 350 kvadrat bo'lgan aka. 350 kvadrat polni hovlimiz. Mana bu darvozaxona do'stlar, marhamat. Darvozaxonaga chiroyli qilib trafaret urgan ekanmiz, usta bu. Pukaylar yopishtirib, chiroyli qilib berganmiz aka. Aha. Tak, tekis darvozaxona bo'lsa ham chiroyli qilish iloji bor. Mana pukaylar yopishtirib, trafaretlar qilib berib, chiroyli qilib beramiz. Yopishtirsa agar juda yaxshi chiqar ekan. Shunday aka. Xo'p, trafaret. Buni ko'p xili bor, menimcha buni ham. Ha, xillari ko'p aka. Xillari ko'p. Fasonlarimiz ham ko'p aka. 3D rombekcha, 3D palasa, 3D g'ishtcha, oddiy g'ishtcha. Ya'ni marmarina fasonlarimiz bor, kartamero. Hozir mana shu kartamero fasondan tashqari yana bir 8 xil, 10 xil fason bor. Shunday aka. Fasonlarimiz bor. Xo'p, mana bu darvozaxonamiz juda chiroyli chiqqan. Bularni ham bemalol suv bilan yuvsak bo'ladi. Ha, bo'laveradi aka, 100%. Agar birinchi joyga ko'chsa, birinchi yoriq tushsa, issiq tushsa, 10 yilgacha servis xizmatlarimiz bor. Ha, ya'ni 10 yil davomida qayerdadir yorilsa ham bizga chiroyli qilib beramiz. Ha, chiroyli qilib beramiz aka. Uydigasi bilan kelishgan holda. Aha. Ana burchakkalarni biz qilmadingmi usta bu? Yo'q, burchakkalarimiz ham bor aka. Kafel burchatka hammasini qilib berib, tugatib bitta qo'ldan chiqarib yurib ketamiz. Ha, kafel ham qilamiz. Ha, sheriklar ham bor aka. Bo'lsa, kafel ishlaringiz bo'lsa ham bemalol murojaat qilsak bo'ladi. Shunday aka. Xo'p, masalan, uyning egasi nima olib berish kerak usta bu? Ishga kelishga masalan, dogovor qildik. Hammasi bo'ldi, ishga keldik.
Endi uyda egasini keldik, dogovor qildik, lisa olib beradi. Endi uzoqroqdan bo'lsa, misol yotoq joy beradi. Keyin mana bunday peniplekslarni, tagalarni olib beradi. Bularni yopishtirib, o'zimiz ana shuni chiroyli qilib beramiz. Mana gullar, hammasi trafaretlar, hammasi ichida bo'ladi. Bunisi bepul. Ha, bunisi bepul. Tagani olib bersa, pulligimi bepulmi Yo'q, bo'ladi? tagani olib bersa aka, shuni bizdan bonusimiz bor, ichida yopishtirib, mana shuni chiroyli qilib ketamiz. Bepul yopishtirib beramiz. Ha, tagiga pul olinmaydi. Aha. Xo'p, Ustobon, necha puldan bo'ladi ishimiz, mana bu ishimiz? Endi aka 100 ming so'mdan 140 minggacha, 130 ming so'mdan bo'lgan mana shu fasonimiz. Mana shu fasonimiz 130 ming so'mdan bo'lgan. Ha. Bu yog'i 140 ming, 150 minggacha boradi. Shunday aka, kelishgan holda joyini ko'rib qilib beraveramiz. Bu aytganingizdek, 3D palasa, 3D rombik fasonlar ham qilib berishimiz Ha, mumkin. shunday qilib beraveramiz aka. 3D rombek xohlagan kim qayda rasmlarini ko'rgan bo'lsa, xuddi o'shani qilib chiqarib beramiz aka. Ko'rsatsa bo'ldi bizga. Nomerlari pastda bo'ladi. Telefon qilasizlar, batafsil kataloglar yuboramiz, shunaqami? Shunday aka. Uylarni rasmiy yuborishsa agar, mana shu fason to'g'ri keladi deb maslahat ham berishimiz O'zimiz endi tushayotgan fasonni chiroyli qilib ko'rsatamiz. Uyda egasiga ma'qul bo'lsa qildiradi. Bo'lmasa o'zi tanlasa o'shani qilib beraveramiz. Aha. Bizga 300 necha kvadratda uyimiz? 350 kvadrat. 350 kvadrat, 130 ming so'mdan. Necha pul bo'ldi? Opshi. Opshi aka 350 kvadratimiz endi dollarga ursak 10 dollardan bo'ladi, 3,5 ming dollar bo'lgan. 3,5 ming dollar bo'lgan. Dollarga so'mga biz kelishib ketaveramiz, farqi yo'q aka. 1 kvadratga qancha mahsulot ketadi? Hammasi o'zimizdan. Hammasi o'zimizdan. Uyning egasi faqat shu Penaplex nimachi aka, agar loyishoq bo'lsa ishdagi. Loyishoq bo'lsa aka kafin kili tortamiz, tekislab chiroyli qilib kafin kili bilan chiqaramiz. Kafinliklar kim olib beradi? Kafin kilini olib beradi, kafin kili tortib o'zimiz tekislaganimiz ham ichida qilib beramiz aka. Boshqa ustalar misol 1 dollar, 2 dollardan o'sha kafin kili tortganiga ham oladi. Bu 100% olish. Biz ham o'shani ichida qilib beramiz o'shani ham. Ana shunaqa gaplar do'stlar, bunaqa xizmatlari ham bor ekan. Nomerlar shu yerda, bemalol telefon qilaverasizlar. 24 ga 7 aloqadamiz. Shunday aloqada WhatsApp, Telegram, Rossiyadan, Amerikadan hamma joydan telefon qilaversin. WhatsApp, Telegram ishlaydi 24 soat. O'sha uchastkalarda hech kim bo'lmasa ham qilib beraveramiz. Shunday aka, kechasi soat 2-3 da ham telefon qilaversa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Telefon qilaverasizlar. Bizda bo'ydoqchalar arzon qilib beraveramiz ishni. Chiroyli qilib, bizning kanaldan chiqsa chiroyli qilib Shunday beramiz. aka. Shu gaplar eslardan chiqmasin, telefon qilganda albatta biz Shayxros TV kanalidan deb. Keyin aka yana bitta narsamiz bor. Endi birinchi, ikkinchi, uchinchi telefon qilgan odamga ishni aniq qildiramiz, 10% chegirmasi ham bor aka. Aha. Misol 100 kvadrat bo'lsa 10 kvadrat o'tib beramiz ishdan. 3 kishiga, boshiga telefon qilgan 3 kishiga 3 kishiga skidkamiz bor. Skidkamiz bor aka. Misol 1000 kvadrat bo'lsa 100 kvadrat o'tib beramiz. Bu mana shunisi. Bunaqasi hech qayerda bo'lmagan aka. Sразу telefon qilamiz. Shunday. Mana shunaqa chiroyli qilib beradilar. 2 etajlimi, domlar bo'lsa ham Shunday dom aka, uchoska, hovli, dacha hammasini qilib beraveramiz aka. Ustalar Samarqanddan bo'ladilar. Bizani Tojikistondan, Qirg'izistondan tomosha qilayotganlar bo'lsa agar bemalol murojaat qilaveramizlar, shunaqami? Shunday aka. Bemalol. Tojikistonga ham hozir ishlayapti. Ha, Tojikistonda ham aka ishlayapmiz biz. 2 kun bo'lib kelganmiz ishga. Tojikistonga ham borib o'lchab, maslahat berish bepul. Ha, bepul aka, maslahat berish. Telefon qilasizlar, mana shunaqa katalog ishlarini tashlaydilar. Tomosha qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, qilib beramiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi telefon qilgan odamga aka 10% chegirmamiz bor. 100 kvadratdan 10 kvadrat o'tib beramiz, 200 kvadratdan 20 kvadrat o'tib beramiz. Derazalarni atrofiga Penaplex, hamma narsalarni yopishtirib olamiz, ha? Shunday aka, hamma narsani yopishtirmagan. Bitta qarangizlar, mana qilagan hamma narsani yopishtirib, chiroyli qilib berganmiz. Xullas, ularni yopishtirish, Penaplexni olib bersa agar, shunday ichida aka Penaplex olib bersa, yopishtirib beramiz. Agar kelishsak, o'shani ham Penaplexni ham ichida qilib yuborishimiz mumkin. Kelishgan holda. Yaxshi odam bo'lsa agar. Ha, kelishgan holda aka. Xullas, telefon qilganda bizda Shayxros TV kanalidan deb aytasizlar. Mana shu ustamiz, o'zingizni ishingiz shunaqamiz, ko'ryapsizlar ishlarini. Xuddi shunday chiqarib beramiz. Ha, xuddi shunday aka, bundan ham ziyod qilib chiqarib beramiz. 10 yil garantiya bor. Xullas, uyimiz haqidagi fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. 130 ming so'mdan, dollardan 10 dollardan bo'lgan fasad. So'mda, dollarda farqi yo'q. Kelishib ketaveramiz aka. Birovlar dollarga tushunadi, tushunmaydi. So'mda bo'lsa ham telefon qilishsa, kelishib ketaveramiz. Ko'pchilik aytdi-da, nega dollarda aytsan deb. Shunday. So'mda sizlar uchun. Shunaqa gaplar do'stlar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar bor. Bemalol Telegramga yozaverasizlar, rasmdan yuboramiz. Uyimiz haqidagi fikringizni kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Like bo'lsamiz va keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.